Hammaga Vohobning yangi bu ijtimoiy tarmoqlarda yangi ko'rinish berayotgan dasturchi hisoblanaman. Bugundan bizda yangi platforma tayyorlanyapti. O'shani sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Bunda virtual bank virtual bankni atmosferasini tayyorlab berganmiz. Bunda ta'lim institutlarida amalga oshiriladi. Iqtisodiyot fakultetlari, universitetlarda yoki maktab yoshidagi bolalarga ham tavsiya qilinadi. Bunda hozir real tartibda xuddi PUBG yoki Counter Strike kabi uslublarda tayyorlanyapti. Bu maqsad boshlaymiz. Boshdan kelsak, hammaga ro'yxatdan o'tish, o'zbek, rus, ingliz tillari, mavzuni tunga kunduzgi mavzular, xodim, mijoz, yangi mijoz kabi ro'yxatdan o'tish, yangi mijozni bosib, nimagadir ism familiyalarni to'ldirib ro'yxatdan o'tib olasizlar. Nimagadir demo versiya bilan ro'yxatdan o'tyapman. Bu kirgandan so'ng kirib olamiz. Kirib olgandan keyin mana bunday personajlar ishtirok jarayoni ketyapti. Ancha ishtirok jarayonlari bor. Ma'lumotlar agar kimdir shularni login parol bilan demo versiyada ro'yxatdan o'tsa, shularni harakatda sizlar ham bilasizlar yoki qayerdandir sizlar ham tushasizlar shu eshik oldidan. Asosan shu eshik oldidan kelib tushasizlar. Man sizlarga ko'rsatgan bo'lsam, mana tom qismlarni shasharalar olib borilyapti. Agar tushuntovini solishimga borib, stol mana stol yuritilish jarayonlari hamma narsasi yaxshi ketyapti. Keyin mana ovozli gapirib turib, salom alaykum, yaxshimisiz desangiz, yoningizdagi odam eshitiladi. Mana qo'l ko'tarish, salom berish bor. Salom. Ramiz, mana monitorlar, doskalar, serverlar, web dasturlari ishlovchi jarayonga ketyapti. Bizlar qo'llab-quvvatlayotganligini unutamiz. Mana valyuta eshigi bor, eshikka bor. Bular shu jarayonda ketyapti. Tushuntirish, qo'yish, o'tirish, researching, kuzatish, mana mijoz panellar, kredit kartaga navbat olishlar, buyruq qo'yish. Hozircha ishlov jarayonlari ketyapti. Salom berish. Xodimlar bo'limi ham keyingi videolarda ko'rsatib chiqaman. Bizni qo'llab-quvvatlaysizga umiddamiz. Rahmat hammaga.